Buxoro viloyatining eng chekka va kenja tumani. Shuning barobarida mamlakat iqtisodiyotida strategik jihatdan muhim rol o'ynovchi Qorovulbozor tumanida ham so'nggi yillarda islohotlar shiddati juda yuqori. 25 mingga yaqin aholi, o'z navbatida aytish mumkinki, 20 dan ortiq millat vakillari istiqomat qilib kelayotgan Neftchilar shaharchasida bugun hayot qizg'in davom etmoqda. Bu tumanning ijtimoiy-iqtisodiy yuksalishida bosh omil esa fuqarolarning osoyishta, xotirjam turmush sharoitiga egaligi bilan chambarchas bog'liq. Ayni paytda olis Qorovulbozordagi ichki ishlar tizimi xodimlari bu maqsad yo'lida jonbozlik bilan xizmat ko'rsatib kelishyapti. Tumanda har bir fuqaroning murojaati e'tiborda. Kelib tushgan har qanday chaqiriqqa tezkor munosabat bildirilishi ham aholi ko'nglidagi xotirjamlikni ta'minlashda bosh mezon bo'lmoqda. 2010-yil iyul oyidan beri ichki ishlar organlariga xizmat qilib kelmoqdaman. 2020-yil noyabr oyidan beri Qorovulbozor tuman ichki ishlar bo'limi tashkiliy bo'limi navbatchilik qismi katta inspektor navbatchi lavozimida xizmat qilib kelmoqdaman. Mening xizmat vazifalarim fuqarolar tomonidan keladigan ariza, shikoyat, xabarlarni qabul qilib, ularni qayta ishlab, voqea va hodisa sodir bo'lgan joyga tezkor tergov guruhini yo'naltirish, hududiy profilaktika inspektorini yo'naltirish, ariza va xabarlarni 102 tizimi orqali xabar beriladi. 102 tizimi Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi kol markaziga kelib tushadi. Shundan keyin 102 xizmati kartochka asosida shahar tumanlar kesimida ushbu kartochkani yo'naltiriladi. Biz ushbu kartochkani olib qayta ishlab, arizachi bilan gaplashib, uning muammosini hal qilib, tegishliligi bo'yicha hududiy profilaktika inspektoriga yubortiramiz. Men 15 yildan beri ichki ishlar idoralariga xizmat qilib kelmoqdaman. Xalqimga, vatanimga, prezidentimga xizmat qilishdan faxrlanaman. Ichki ishlar bo'limida eng katta mas'uliyatli ishlardan biri bu shubhasiz migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish guruhi zimmasida. Bugun bu sohada ham Qorovulbozorliklar uchun barcha qulayliklar yaratib berildi. Fuqarolar ID kartalarini rasmiylashtirishdan tortib, chet elga chiqish biometrik pasportlarini taqdim qilishgacha bo'lgan jarayonlari soddalashtirildi. Tezkor xizmat ko'rsatish imkoniyatlari vujudga keldi. Eng asosiy jihatlardan yana biri chet el fuqarolarini vaqtincha ro'yxatga olish va nazorat qilish vakolatlari turli millat vakillari istiqomat qilayotgan hudud aholisiga qulaylik yaratdi. Bugungi kunda qonunchiligimizda juda katta islohotlar amalga oshirildi. Ya'niki shu pasport tizimi sohasida doimiy yoki vaqtincha ro'yxatga olish iboralari butunlay voz kechilib, ruxsat berish tizimiga o'tkazildi. Avvallari bilamizki, 16 yoshga to'lgan yoki voyaga yetmagan fuqarolarni o'z xonadonlariga vaqtincha yoki doimiy ro'yxatga olmaslik holatlari bo'lgan. Bu anchagina muammolarni keltirib chiqargan. Bugungi kunda o'sha 16 yoshga to'lgan yoki 16 yoshgacha bo'lgan voyaga yetmagan shaxslar O'zbekiston Respublikasida doimiy yashayotgan yoki turgan joy bo'yicha yoki yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olinishlari shart deb belgilandi. Yana o'zgarishlardan biri boshqa viloyatga o'tgan taqdirda yoki bo'lmasam O'zbekiston fuqarolari chet eldan doimiy yashash uchun yana O'zbekistonga qaytib kelgan taqdirda 10 ish kuni davomida yashash joyi yoki turgan joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tishlari shart deb belgilandi. Pasportni almashtirish, ya'ni biometrik eski namunadagi biometrik pasportlarni yangi namunadagi identifikatsion ID kartalarga almashtirish jarayoni ham bir qator soddalashtirilgan tartibda amalga oshirilmoqda. Ya'ni ekstraterritoriallik rejimi asosida. Prezidentimizning inson qadri tamoyili asosida olib borayotgan xalqchil siyosatining eng katta ko'rinishlaridan biri bu. Albatta qachonlardir ma'lum sabablarga ko'ra yurtimizga ko'chib kelgan, ammo yillar davomida turli to'siqlar sabab fuqarolik ololmagan yurtdoshlarimizga nisbatan qo'llaniladigan imtiyozda namoyon bo'ladi. Bu yo'nalishda ham Qorovulbozor tuman ichki ishlar bo'limi faoliyati e'tirofga arziydi. Bundan bir ancha yillar oldin O'zbekiston fuqaroligim yo'q edi. Hozirgi vaqtda prezidentimizga rahmat. O'zbekiston fuqaroligini oldim. Prezidentimiz bu yerdan shu pasportni hozir o'g'illarim ham shunday, xudo xolasa nasib ularga ham olsak, ana o'zimizning ichki ishlar xodimi, pasportni stol xodimlariga tashakkurlar. Prezidentimizga avvalo. Hozirgi paytda oldinlari biroz qiynalardik. Bir kredit olish yo bir joyga chiqib kelish. Hozir xudoga shukr hamma narsani kreditimiz ham nima kerak bo'lsa olib o'shani bemalol saylovlarda qatnashish. Qanday desam sizga endi bir muammolik narsalar bo'lsa ham uni yecha bilamiz.
Profilaktika inspektori bu bevosita xalq bilan ishlaydigan, o'z mahallasidagi aholi muammolariga yelkadosh bo'ladigan, hatto hudud taraqqiyotiga hissa qo'shadigan soha vakiliga aylandi. Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 24-avgustdagi ichki ishlar organlarida eng yaxshi xodimlarni aniqlash bo'yicha respublika tanlovini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida o'tkazilayotgan sinovlarda mehnati rag'bat topgan katta leytenant Sanjar Shomurodov faoliyati misolida ham bu fikrlarni yaqqol izohlash mumkin. Hurmatli Prezidentimizning 2025-yil 3-yanvar kunidagi respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish, huquqbuzarliklarning barvaqtini oldini olish tizimi samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi birinchi sonli qarorlarga asosan xizmat olib borayotgan Qorabozor tuman Cho'lqor mahalla fuqarolar yig'inida mahalla yetkiligi a'zolari bilan jinoyat sodir qilishi mumkin bo'lgan va bundan jabrlanish ehtimoli yuqori bo'lgan shaxslarni aniqlab, u bilan ijtimoiy profilaktik tadbirlarni amalga oshirmoqdamiz. Bunda mahalla yetkiligi a'zolari bilan xonadonma-xonadon yurish orqali jinoyatdan jabrlanish ehtimoli bo'lgan va jinoyat huquqbuzarlik sodir qilishi mumkin bo'lgan shaxslarni aniqlab, ularni mahalla yetkiligi a'zolariga ijtimoiy profilaktik tadbirlarni amalga oshirish uchun xulosalar rasmiylashtirib berganmiz. Cho'lqor mahallasida joriy yilning 9 oyi davomida birorta ham mahallada jinoyat sodir qilinmagan va mahalla yashil toifaga kiritilgan. Bunga asosiy sabab o'sha Prezidentning birinchi sonli qaroriga asosan ijtimoiy profilaktik tadbirlarni to'g'ri amalga oshirilganligimiz. 4 yil oldin mahallamiz qizil toifa bo'lgan va viloyat muhofazaasida 79 ta o'g'ir toifa mahalla toifasiga kiritilgan edi. Ijtimoiy profilaktiklarning to'g'ri tadbirlarni amalga oshirganimiz evaziga 2025-yil 9 oy davomida mahalla hududida hozir yashil toifaga kiritilgan. Men ushbu sharafli kasbni tanlaganimdan, egasi bo'lganimdan faxrlanaman. Ushbu qarorga muvofiq mahallamizda ancha ishlar avj olib ketdi. Mahallamizni xavfsiz mahallaga aylantirish uchun qator ishlar amalga oshirildi. Jumladan barcha ko'chalarimizga kuzatuv kameralari o'rnatildi. Xalqimiz orasida tushuntirish ishlari, targ'ibot ishlari olib borildi. Shu bilan birgalikda mahallani xavfsiz mahallaga aylantirish uchun ma'naviy siyosiy tadbirlar ham o'tkazildi. Bu albatta mahallamizni tinch, osoyishta, xavfsiz mahallaga aylanishga olib keladi. Bizni mahallamiz prezidentimiz ta'kidlagan inson qadri uchun, inson baxti uchun degan ezgu g'oya asosida bugungi kunda ish olib bormoqda. Mahalla yetkiligi, mahalladagi barcha nuroniylar ana shu g'oyani o'zlariga dasturamal qilib olganlar. Ayniqsa nuroniylarimiz, Bujonlar maktabini a'zolari bu ishda kamarbasta bo'lib xizmat qilyaptilar. Ular uyma-uy yurib tushuntirish ishlarini olib boryaptilar. Maktablarda, bundan tashqari maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ham davra suhbatlari tashkil etmoqdalar va mahallamizni xavfsiz, osoyishta mahallaga aylantirish bu bizning ezgu niyatimiz. Men Qorabozor hududida mana 30 yilga qarib yetyapti. Mana shu yillar davomida mana shu yerda xizmat qilaman, tadbirkorlik bilan shug'ullanaman. Oilaviy tadbirkormiz. Mana shu yillar davomida Qorabozor tumanida tinchlik, xotirjamlik, aholimiz turli millat vakillari bilishiga qaramay hamma hamjihatlikda ishlaymiz, savdo qilamiz. Shunday sharoitlarni yaratib bergan prezidentimizga katta rahmatlar aytamiz. Cho'lqor mahallasi yetkiligi tarkibida hamjihat ish olib borayotgan profilaktika inspektori bugun o'z hududini yashil toifada bo'lishi uchun astoydil mehnat qilmoqda. Oilalar baxti, quvonchi, farovon turmushi ko'p jihatdan shu mehnatga bog'liq desak xato bo'lmaydi. Bizning Cho'lqor mahallamiz bugungi kunda xavfsiz yashil hududga chiqarilgan. 2025-yilgacha bu qizil hududda bo'lgan. Hozirgi vaqtda hech qanday jinoyat sodir etilmagan. Mana bizning mahalla yetkilligimiz bilan ichki ishlar hamkorligida yashil yo'lak, xavfsiz yo'lak, xavfsiz ko'chalar tashkil etilib, hozirgi kunda 42 ta xavfsiz shu kameralar integratsiya qilingan ichki ishlar bo'limlari bilan yana bular yana davom ettirilib, yana 10 nafar ko'chalarga kameralar qo'yish rejalashtirilgan. Hozirgi kunda bu mahallamizda profilaktika inspektorimiz Shomurodov Sanjarjon eng namunali profilaktika inspektori ko'rik tanlovida viloyatda birinchi o'rinni olib, bizning yuzimizni yorug' qildilar. Vatanga bo'lgan muhabbat, fidoyilik yotadi zamirida. Biz hamkorlikda fuqarolarimizni xavfsiz, tinch, osoyishta yashashlari uchun kecha-yu kunduz xizmatdamiz.
Qorovulbozor tumanida Ichki ishlar bo'limi Jamoat xavfsizligi xizmati huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmasi tomonidan voyaga yetmaganlar va yoshlar bilan manzilli ishlanishi, ularga amaliy ko'maklar ko'rsatib borilishi natijasida tumanda ijobiy ko'rsatkichlar qayd etilmoqda. O'tkazilayotgan uchrashuvlar yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ularning yurt taraqqiyotiga daxldorlik hissini oshirishga xizmat qilyapti. Tuman ichki ishlar bo'limida voyaga yetmaganlar va yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasini tashkil etish guruhi inspektor psixologlari tomonidan bugungi kunda o'quv muassasalariga o'quvchilarni ta'lim-tarbiya jarayoniga to'liq jalb qilish, ularni turli xildagi jinoyatchilik qurboni bo'lishini oldini olish, huquqbuzarliklar sodir qilish holatlariga yo'l qo'ymaslik holatlari yuzasidan profilaktik ishlar amalga oshirilmoqda. Ushbu ishlar davomida maktab, mahalla, oila zanjiri asosida maktablarda, mahallalar yettiligi a'zolari ishtirokida davomat tadbirlari o'rganilib kelinmoqda. Tuman politexnikumida tuman ichki ishlar xodimlari bilan hamkorlikda doimiy ravishda ishlar amalga oshirilib kelmoqda. Voyaga yetmagan yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida turli xil tadbirlar ham amalga oshirilib kelmoqda. Hozirgi kunda yoshlarimiz bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish maqsadida 20 ga yaqin to'garaklarimiz faoliyat yuritib kelmoqda. Bu ishlarni amalga oshirishda o'sha tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari yaqindan yordam berib kelmoqdalar. Qorovulbozor tuman ichki ishlar bo'limi Jamoat xavfsizligi xizmati probatsiya guruhi hisobida turuvchi shaxslar ham ijtimoiy hayotga moslashish yo'lida soha fidoyilari doimiy ravishda muloqotlar o'tkazib kelishmoqda. Psixologik treninglar ularning hayotiy qarashlarini o'zgartirmoqda. Yurt ravnaqiga hissa qo'shish maqsadida tuzalish yo'liga o'tganlar har tomonlama qo'llab-quvvatlanyapti. Umuman olganda oldiga katta maqsadlarni qo'ygan xalq, millat borki, avvalo uning uchun eng qadrli ne'mat bu tinchlik. Mana shu yo'lda xizmat qilayotgan Cho'lquvarlar shaharchasi fidoyilari esa bir chekkada turib yurt ravnaqiga ulush qo'shishmoqda. Xulosada aytar so'zimiz, kasbingizdan baraka toping. Aslo ezgu maqsadlar yo'lida charchamang.